Andijonliklar lebbo'y joyda shu mebelchilar bilan narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham raqobat qilib qo'yishaveradi. Akalarimizni xonadoniga keldik, ustalarni narxlar bir-biridan go'zal. 3,5 milliondan 12 kishilik bor, kelishtirib berishadi, xudo xolasa. Lesvaylarimizni xon taxta bo'lar ekan. Xo'p, 4,6 mingdan o'shan sal oliftirog'i, rangini ana ko'p tursa, shampan islam oq, qaymoq har xil rangda qilib berishaveradi. Xo'p, kapalak planka deganlarimiz. Buni ham 6,5 million gaplashamiz. Aloqaga chiqinglar, xon taxta bo'ladigan, turishini qaranglar, juda chiroyli. Xo'p, mana bu yerda Cobra bor. 2000 turishiga. 12 kishiligini 6,5 millionmi buni ham aka? 6,5 million aka. Ustakalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yerda Cobra Monica 3D degan bor. 3D mi? Oyog'i 3D bo'ladi aka. Buni qancha qilamiz? Buni aka 7 millionni siz obunachilaringizga 6 million 800 ming so'm qilib beramiz. Bo'laveradi. Mana bu yerda Monica'ni boshqachasi bor. Turishini qaranglar buni. Rosa chiroyli ekan. 6 million 800 mingga. Bu ham 6 million 800 ming so'm skidka narxda. Bo'ldi. 7 million 800 mingga mana bu yerda eng go'zallardan biri Xurram Hasonov bor. Akaning raqamini pastda qoldiryapmiz, aloqaga chiqishadi aka.